Assalomu alaykum hammaga. Qariyla 5-yanvar kuni Uzum bankdan ketayotgan aksiyadan 12 million 600 ishladik. To'g'risi o'zim ham ishonmagandim, juda xursandman. Qariyla mana yana bitta isbotlab ketay. Mana olingan bonuslar qatorida 12 million 600 turibdi. Yana menga to'lab beradi, 690 ming to'lab berish kerak. Buni ishlash uchun hozir sizlarga video qo'llanma qilib qo'yganman. Mana birinchi o'rinda Uzum karta ochishni o'rganamiz, botga o'tamiz. Uzum bankni yuklash turibdi mana. Birinchi o'rinda Uzum bankni yuklab olamiz mana. Bitta erinmasdan o'qib olasiz. Uzum bankni yuklashni bosib, ochishni bosamiz mana. Ochishni bossak bizni to'g'ri Play Market yoki o'sha App Store ga olib kirib ketadi. Keyin yuklaymiz, Uzum bankni yuklab, to'liq ro'yxatdan o'tamiz. To'liq ro'yxatdan o'tib, botimizga qaytamiz mana. Uzum karta ochishni o'rganamiz, botimizga qaytasiz. Keyin meni Uzum bank bor deb bosasiz mana. Keyin bitta yana erinmasdan o'qib olasizda, aksiyada qatnashish, aksiyadan botiga o'tish turib, o'sha Uzum bank NTV botga o'tasiz. Bundan ham to'liq ro'yxatdan o'tasiz. Endi biz to'liq ro'yxatdan o'tib bo'lganmiz, shu sababdan ro'yxatdan o'tish juda oson. Nomeringizni, o'sha pasport daningizni kiritib ro'yxatdan o'tib olasiz. Keyin mana mening havolam degan havola turibdi. Ko'ringlar mana. Shu havolani kimga jo'nataman? Eng asosiysi shu mash havolani Uzum bankni hali yuklamagan, to'liq ro'yxatdan o'tmagan do'stlarga jo'natib, uni to'liq ro'yxatdan o'tkazib, karta ochtirsanglar, har bitta odamlarga 40 ming so'm beradi. Uzum bankdan ro'yxatdan o'tsanglar, o'zi avtomatik karta beradi. Karta ochirish yoki boshqa qilish shart emas. Shu havolani yuborasizlar. Xullas, statistika bo'limiga uje bir kundan keyin qo'shiladi. Siz mana bugun ochirdingiz, 6-yanvar kuni ochirdingiz, 7-yanvar kuni hisobingizga 40 ming so'm qo'shiladi. Tushunarligi juda oson. Mening havolamni bosib, o'zingizlarning maxsus havolangizni o'sha yaqin odamlarga jo'natib, Uzum bankni yuklatsanglar, ro'yxatdan o'tkazsanglar, sizlarga 40 ming so'm qo'shiladi. Tushunarligi juda oson. Yana bir marta iloji bo'lsa, yana takrordan videoni ko'rib oling, tushunishga oson bo'ladi. Tushunmagan bo'lsanglar, qo'shimcha savollar bo'lsa, pastda savollar bor. O'shadan o'ziga kerak savollarni topsangiz bo'ladi.